Barchaga assalomu alaykum. Demak, marafonimizning ikkinchi bosqichiga yetib keldik. 8-kundan 15-kungacha bo'lgan menyusi. Demak, bir kun 8-kuni zavtrakka buni yeysizlar. Bodring, tuxum, xleb va 5-6 ta bodom. Endi qaranglar. Bir kun bo'lsa, zig'ir urug'i bilan yokida qatiq yokida gretskiy yogurtni 2 qoshiq gretskiy yogurtga aralashtirib, ertalabki zavtrakka yeysizlar. Bir kun bunaqa yeysizlar, bir kun 2 ta tuxumni oqini yeysizlar. Obedga pomidor bodringli salat, qaynatilgan ozgina tovuq grutkasi. Mana menyu. Kechki ovqat 2 dona qaynatilgan tuxum oqi, pomidor bodring. Va kechga yotishdan oldin 2 dona kivi. Обязательно. Har 3 kunda bir marta, bir mahal lavlagili sup обязательно ichishingiz shart bo'ladi. Kuniga 8 stakan suv ichasizlar. Birinchi soat 7 da, 9 da, 11:30 da, 1 da, 3 da, 5 da, 19:00 da, 20:00 da. Har kuni 10.000 shak yurish обязательно. Bir kun zavtrakka zig'ir urug'i bilan qatiq yoki yogurt ichganinglarda, kechasiga 2 ta tuxumni yeysizlar. Bir kun ertalab 2 ta tuxum yegan kuninglar, kechki paytga zig'ir urug'i bilan yogurt yeysizlar. Bu menyu faqat 8-kundan 15-kungacha bo'lgan 7 kunlik menyu. Qadrdonlar, sizlardan faqat bitta iltimos, kommentariyada hammasini to'liq yozib qoldiraman. Bir ikkita gaplar qolib ketibdi, qo'shimcha qilib videoga gapiryapman. Homilador, emizukli ayollarga bu dieta mumkin va ozolmayotgan, ozishda juda ham qiynalib hamma tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar, chunki sizlarni duo qilishadi. Bularni rasmga olib kaloriyasini hisoblasanglar, hayron qolasizlar. Undan tashqari, sahranit qilib olish esingizdan chiqmasin. Axir ikkinchi bosqichni qancha kutdinglar?